bo'lsin, bu uyimiz rasa pul topar ekan, pat biznes uyimiz ekan. Buni olib, mana shu arendatorlarga berib qo'yib pul sanab yashaydigan zo'r uyimiz ekan. Assalomu alaykum. O'zim do'stlar, hurmatli mekendoshlar, baringizlar omonsizdormi? Do'stlar, 70 ming dollarga O'sh shahrining sentr joylaridan Navkatskiy podyomdan chiqqanimizda Tamojniy Sadig'da oldidagi Zakirov ko'cha, ya'ni eski Stepnaya ko'chamizdan bugun sizlarga 5 xonali shunaqa bir uyimizni do'stlar srochniy bahoda sotuvga chiqardik. Aldiq joqda politsiyskiy dom bor ekan do'stlar. Baringlar bilgan O'sh shahrindagi politsiyskiy domning o'dajog'idan hozirgi Stepnaya ko'chamizdan do'stlar bugun sizlarga tushunishim bo'yicha anaqa barak uy deb qolamiz do'stlar. Shunaqa barak uylarimizni 5 xonaliligini, ammo remontlari ham zo'r uyimiz mana bugun sotuvga chiqardik. Aylanish nomerlarini opisiyaga qoldirdim. Dag'in so'z bilan dil aytamiz do'stlar. Endi sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Qaranglar, mana chap tomondagi darvozamiz уже boshqa oila bo'lyapti. Sizlarga aytib o'tgan uyimiz mana Glavniy proxoddan kirganimizdagi, xo'p, chap tomondagi ushbu katta zdaniyamiz 3 xonali. Bundan tashqari kirib turib o'ng qo'lga qaraganimizda bu tomonimizda yana отдельный ikkita xonamiz bor ekan do'stlar. Bu yerda hamma sharoitlari bor. Misol uchun sveti bor, suv bor, bu yerda vannalari, hojatxona, hamma sharoitlari bor ekan. Gaz tushirib olsa ham bo'ladi. Biz endi uzib tashlaganmiz deyapti do'stlar. Kirib turib chap tomonga qaraganimizda, xo'p, xonalarimiz ham bir qator tanishib o'taylik. Bu yerda koridorimiz, to'g'rimizda hozirda uy egalari oshxona sifatida foydalanishyapti. Kirib turib o'ng qo'lga qaraganimizda razmerlari juda ham katta, to'rt burchak holatdagi mana zalimizni ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Bu yerda xo'p, mana Yevro remontdan, do'stim, zamonaviy, yaxshi remontdan patrollarni ham juda ham go'zal qilib, akva derazalarni qo'yib qo'ygan ekan. Xo'p, kirib turib o'ng tomonimizga отдельный bitta oilani arendaga berib qo'ysanglar bo'ladi. Chap tomonimizdagi ushbu uyimizni ham отдельный arenda berib qo'ysanglar, hali gap do'stlar pulni sanab yashayveradigan zamonlar kelib qoldi. Bo'lmasam, o'zingizlar yashaysizlar ham shaharda sentr shunaqa yaxshi joylardan do'stlar. Xo'p, bu tomondan do'stlar men yerdan ko'rsatib qo'yaylik-da, 3 xona bo'lyapti. Xo'p, mana bu ikkinchi zalimiz bo'lyapti. Mana bu yerda ham hamma lustra chiroyli ko'rsatib qo'ygan, remontdan chiqqan bu отдельный yana bir zalimiz bo'lyapti. O'rtadan proxodi bor. Bu ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Hozirda sklat sifatida foydalanishyapgan bu yerga отдельный bitta kichkinagina spalniy qo'ysalar bo'ladi. Bu 3 xonamiz bo'ldi, do'stim. Endi narigi tomondagi uylarni ham bir qator ko'zdan kechiramiz. Qani yuringchi. Mana bu joqdan chiqamiz do'stlar. Bu yerda ya'ni 4 ta uy bilan yashayapti. Ammo bittasi, ikkinchisi bizniki bo'lsa, bu tomonda отдельный уже ikkita oila yashayapti do'stlar. Shunda hozir o'ng tomonimizda bitta saroychamiz bor ekan. Shu yerda qo'ni-qo'shnilar bilan kelishib, mana shu yerda sotib oladigan bo'lsanglar, nariga to'g'ridagi qo'shnilarimizga o'ng tomonda, nari tomondagi ko'chaga отдельный xod ochib bersanglar, shunda hozir bizning uyimizni misol o'ng tomon va chap tomonda o'rtasidan bo'lib qo'ysanglar, bu yog'i уже yer hovli, как положено sizlarga qarashli, bu yerdan agrajina uy bo'lib qolar ekan do'stlar. Ya'ni qo'ni-qo'shnilar bilan kelishib olsanglar, ularni, ya'ni eshigini nariyoqdan ochib beramiz do'stlar. Shunda mana bu darvoza bizniki bo'lib qoladi. Nu hozirda bu yer 4 ta oilani proxodi bo'lib kelyapti ekan. Ya'ni darvozasi bo'lyapti ekan. Shu dom siyaqti bo'lyapti do'stlar. Dom yer uy bo'lyapti. Qani kirib turib, mana bizga qarashli o'ng qo'l tomondagi uylarimizni ham ko'rib qo'yaylik. Xo'p, bu yerda mana girantlari, suvlar chiqib yotibdi. Kirganimizda chap tomonimizda, xo'p, hojatxona, bundan tashqari ichkarida vannalari ham bor ekan, hattoki cho'milish joylari, hamma sharoitlari bor ekan. Mana bu yerda shunaqa vanna siyaqti, cho'milish xonalari hammasi joyida bor. Zo'r ekan do'stlar. Kirib turib, xo'p, chap tomonga qaraganimizda bu tomonda отдельный oshxonasi. Xo'p, bu yerda svet, suvlari bor, gazlarni ulab qo'ysa bo'ladigan zo'r holatda deyapti. Kirib turib, uzungina koridorimizdan o'ng qo'lga qaraganimizda, oho, mana remontlari yaxshi, kirib yashayveradigan bir spalniy xonamizni ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Bu yerda bir oila, nari tomonda bir oila, bo'lmasam bitta qilib qo'shib olsanglar, bitta uy bo'lib qoladi do'stlar. Bahsi 70 ming dollar deb aytishdi do'stlar. Bilasizlar, Alsatga kanalimiz reklama. Nima deyishimiz do'stlar, o'sha esi qancha so'm desa, o'shani sizlarga jetkirib beradigan odamimiz do'stlar. 70 ming dollar deb aytishdi, buyursa yaxshigina kami bor ekan. Do'stlar, lokatsiyani berib qo'yaylik. Qirg'iziston O'sh shahri, baringlar bilgan Navkatskiy podyomni ko'rsatingda, chiqib kelganimizda o'njoqdagi karavan choyxonasidan dag'i kishnab bosib o'tganimizda eski Ashgabatskiy ko'chani bilasizlar. Hozirgi lokatsiya bo'yicha Do'ronbek Sadirbayev ko'chasiga burilib turib kishna bossangizlar, o'ng joqda Sadik keladi bilasizlar. O'ng joqda Sadik bo'lsa, naprotiv sol joqqa sizlarga aytib o'tgan eski Stepnaya ko'chasi, hozirgi Zakirov ko'chasiga burilsangizlar do'stlar, sizlarga aytib o'tgan uyga kelib qolasizlar. Dag'i tushunmay qolsangizlar, opisiyaga nomer qoldirdim, dag'i so'z bilan do'stlar aytib qo'yamiz, o'sha nomerlarga chalsangizlar, lokatsiya berib qo'yib bo'lsa, valenterda berib chilashib, kelib ko'rsangizlar bo'ladi do'stlar. Esim nomerlari 0555 93 90 40 0555 93 90
40. Do'stlar, o'sha nomerlarga kengroq qilsangiz bo'ladi. Baribir ham shunday yaxshi lokatsiyalardan, yaxshi uylarni olib yashashni nasib qilsin. Alsat kanalingizdan, janob sizning xizmatingizdan.